محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Siz bizlerge ko'rsatib atgan, ichilib yedirib atgan narsalarga shukronasi bo'lmay qoladi. Nima qilish kerak? Har bir narsaga shukrona qilish kerak. Shukr qiladi. Shukrning orqasida ko'p yaxshiliklar bor degan so'zlar. Shuning uchun endi aytaversak so'z ko'p. Biroqda shu amal atini yaxshi minib o'shaga bekab o'tirishda endi bu aytib qolishimda barimiz o'ng'ilib keta olmaymiz, biroqda o'ng'ilishga harakat qilishimiz kerak. O'shuning uchun turganda unchada so'zga boy emaskiz. Mabodo ichimizda bir mana qarilarga o'xshagan mana yaqinda mana ichimizdan da xudo xolasa qarilar keladi inshaalloh mana yaqinda Turkiyada o'qitib beradilar. İnşallah o'shalar kelib qoladi. Mana o'qiyotadi, bizning o'shda xudo xolasa ko'p bolalar sekin-sekin inshaalloh o'zimizdan даже qarilar chiqishga harakat qilamiz inshaalloh. Endi adamda birov boshqa yoqdan olib kelmasdan ichimizdan dahi bolalarimizni o'qitib o'shanday bir qari bolalardan chiqarishimizga harakat qilishimiz kerak. Sebebi jad jo'muncha o'lguncha deydi-da. Biz o'zimizdan chiqartirgan bo'lsak, ko'p narsalarga bo'lamiz. Inshaalloh biz endi medresa bitganimiz jo'q endi ustozlarni qo'ldan jindagina ta'lim olib, ozgina shu Allohning yo'lida jinday bir kichkina mehnat qilib yuramiz inshaalloh. O bizning darajamiz qanchalik deyildi loyiq emas, bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun shu ro'zalarda günlerimizi qata qilmasdan shu yerga kelib 30 kun qattiq Qur'onni o'qib, o'shalarga so'ng'idan bahramand bo'lib, o'shalar qiyomat kuni sizni bizlarga nur bo'ladi inshaalloh deganlar. Bu Qur'on jo'nda o'qib qo'yib ketirish, o'sha amal qilishimiz kerakda. Qur'on o'qilgandan keyin bu Allohning so'zlarida buni jo'nda bir jo'nakayli adam aytib qo'ygan joyda bu sizni bizni yaratuvchi Allohning so'zlari bu Qur'on. Shuning uchun shu Qur'onga bunday beparvo bo'lish kerak emasda. Shuning uchun duolar mana o'sha joylarga yaxshi tilak bilan qadam shiltaydi inshaalloh. G'oya qadamlarga Alloh taolo ko'p savoblar bersin. Adam balası o'zi albatta ancha-muncha kemchilik, xatolar bo'lsa Alloh o'zi kechirsin Alloh taolo. Shuning uchun endi sizlardan ne deymiz? Shu faqatla shu namoz o'qiymiz, yaxshi qilamiz, bir-birimizga yaxshi so'zni ayaymiz, bilmaganimizni bir-birimizdan so'rab yuramiz inshaalloh. Shu 30 kun ichida bu 30 kun ro'za bu adab axloqda o'ngmay turgan oylarda. Sebebiki shu 30 kun ichida boy kambag'alning qadrine jeta turgan oyda. Bo'lmasa boylar och qolgan jesir ayol, jesir baldar bo'lovi, kambag'al odamlar bo'lovi, shularni qadrine jetish uchun Xudo taolo shu ulug' oyni siz bizlarga berdi. Shu boylardagi o'sha 30 kun ro'zani tutgan holda o'sha bir tug'ani qanchalik och ekanini o'sha ses deydi. İnşallah o'sha boydan dağı nimesini zakatını deb bechalar berdi. İnşallah o'sha zakat orqali deb aldağı o'zini o'shaga yaqinda yaxshi ko'rsatadi. Agar o'shani bermasa, zakatini bermasa,
bir mahallemizde bir aç kalgan kişi olsa oşağa cinde bir aşını bir kese okotunuzu veriyorsanız, ya bir taraftan taşınanız yine aşını kalsanız daha bir yardım kılıp kömür otunuzdan deyimiz bir, içitirsen su maydan deyimiz bir. Eğer oşağa nerseleri daha cinde bir yardım kolkoş kıltırsak ne der? Oy azamat, rahmat sağa dedi, albatta. Жақшылық жақшы екен да. Sen eğer oşa bay turup, hoşunuz aç tursa ne der? Albatta al жақшылықta. Bana bir rivayet verir de size doğru. Bir iki hoşunuz yaşaydı iken, biri öte bay iken, biri orta hal adam iken. Şunda hani bay adam bir sebepke çirigen, anca bir jağı çirigen, o bu almalarını alıp verip, onun koşunu alıp çıkıp berip koy deptir de. Ana keyin qo'shnisi da o'sha chirigan almalarni tozalab olib kelib beribdi. Qo'shnisi ana keyin almalarni sevib olib, "Voy, rahmat qo'shni, meni siylabsiz" dedi. "Ha, sizni siyladim. Rahmat." Uyini olib kirib, sevatida rayhon jambi shunday sulu gullarni solib olib chiqib beribdi. Shunda Ali boy qo'shnisi ne demiş? Bir tug'anim, qo'shni, men senga o'shunday bir chirigan shunday bir almalarni bolalarni jeb qo'yapti deb berdim de sen shunday bir so'lim jambul rayhonlarda atir gullarni solib jiberibsen debdi. Anan hali kambag'al ne aytmishdi? Har kim qalbidagini qilib qo'yadi. Qalbimiz toza bo'lishimiz kerak-da onda. Qalbi toza bo'lgan odam o yaxshilik bo'lmaydi. Sebebi qanchalik muqachilik qilsa, qanchalik qizg'anchilik bo'lsa, o'shanchalik Allohdan alistag'an bo'ladi. Qanchalik mehrimli bo'lsa, qanchalik yaxshilikni ko'p qila turgan bo'lsa, inshaalloh o siz bizlarga foyda keltiradi. Mana bir narsani aytdim. Mana aytib, yo'lni o'ndagan odamni o'sha yo'l buzilguncha deb nima deb so'g'i o'sha odamga yetib turadi da. Je bir ko'prik qurib qo'ygan bo'lsa, o'sha ko'prikdan o'sha ko'prik buzilib ketganga deri nima so'g'i o'sha odamga boradi. Je bo'lsa bunday bizni bir tuğanımız o'shganmiz apar o'shan odamlar mana o'z uyidan joy berib, mashina meshit qurib qo'ygan bo'lsa, endi bu meshit 100 yil turadi, 1000 yil turadi, inshaalloh bularning ruhiga ajdod avlodlarni, ota-onalarning ruhlarini cho'ng'ata aytib, butun ajdod avlodlarning ruhuna shu kishining yaxshiliklari mehlab yetib turadi. Siz o'ylagangiz birovga bir 100 so'm berib qo'yib turib, shu 100 so'mni berasizman bo'ladi deb qo'yamiz. Sebebi sizni oxiratingiz uchun tashlab qo'ydingiz o narsani. Jo birov bittanka olayotgan bo'lsa, shartta sen bir o'z jashing meri bo'lsa, jaqon yuqori bo'lsa, to'xtab turib shart. O'sha bittanka olayotgan bo'lsa, o'sha 5 so'm chiqarib o'shani berib qo'ysangiz, inshaalloh o'sha oxiratingiz uchun bo'ladi. Siz o'ylab oling. O'sha so'q bo'ladi. O'sha yaxshilik bo'ladi. Qarang endi, birovga bir kitob berib qo'ydingiz, bir Qur'on kitob berib qo'ydingiz. O'sha Qur'on kitobni o'sha o'qiyotgan bola qachon o'sha kitobni tutib tashlab yurgan gederi o'shani savobi inshaalloh o'sha sadaqa qilgan, ihson qilgan odamdan jazilib turadi savob. Buni o'ylashimiz kerak. Birovga bir narsa olib berib qo'ysak, shu o'ylash, nima qiladilar? Ya o'zi bo'ladi, oqchasi borda. Yo'q, oqchasi bo'lsa da siz olib berib qo'ysangiz, al kishi rozi bo'ladi. Alloh ko'rib turadi sizni. İnşallah Allah sizi yo'lingizda dag'i yaxshiliklarni jazab, cho'ntagingizga pulingizni ko'paytir. Alloh taolo men bergan narsalardan sizlarga nafaqa qilib deb nima qilib turiblar? Qo'li juqa odamlarga yordam qilib turiblar dedi. İnşallah bu shunday bir o'riz oylari, shunday bir yordam oylari, o'sha oylarda shunday iftorliklar qilib, o'rizalarni ochilib, so'q turga ishlab qolgan ay inshaalloh to'g'onlar. Albatta şu amallarni qilib, yaxshi ishlarni qilsak, inshaalloh biz qilayotgan namozlarimiz, o'qiyotgan namozlarimizni berayotgan zakatlarimiz oxirat uchun hech qancha boylik emas, Allohning oldida siz bizlarga berib turgan narsasi. Mana daha bir narsani aytib ketaylik. Bir adam, iki do'st bir-birini yo'liqib shu o'tirdi. Do'st, men o'tala kambag'alman, hech param yo'q deb shunday ashjib o'tirib shunday bir-biriga so'rov javob qilishmoqda. Shunda do'st aytdi, "Seni hech param yo'qmi?" desa, "Hech param yo'q, shu turishim shuda" demişler. Yani do'st, sen boysan, bir to'g'ri do'stim, sen boylikni o'zing sezib aytasan-da.
Birokta öte çoğun bayısın sen. Yok bayçı, ama görüp durasın ki buna kesimleri kirlegen, şunların eskirgen, başka ilmi kara terbeteklerini eskirgen aldı, ne kadar bayın neydi. Sen endi bayısın dediğinde, yok doğru, sen mendilleri bayısın dedi. Oşunda kantıp buladı. Aytadı ki, eğer men sana oşu baylıklarını mağa bersen, men seni baytı bilen dedi. Bu bereyim dedi. Al dost aytadmış. Bu közünü mağa beresin, men sana $1000 verem dedi. Sen közünü mağa beresin, sana $1000 verem. Allah koyucu, gözüm olmasa beni görem. Bu dünyanın bir jakşılığını göremeyim o. Kantıp berem sana, yok bermeyim. Anday bolsa kulağını ber dedi. $1000 verem. Yok dost, kulağını kantıp bersem bir jakşı yaman sözleri okpasam, bu dünyaya kelgenim sebebim ne? Şunu uyup jürem, şundan yaşap atamam. Anday bolsa süylegen tilini beresin $1000 verem. Şunda dostu, yok, tilim bolsa, biröge söz jetkire almasam, ana kantıp sağa tilini berip koyamam. Ana gördün mü dedi. Allah Teala seni kantıp bayıtıp koyuyor. Sana $3000 verdim 3 nersen için. Sen baylıkesin, kambağal ekensin sen. Dostum, keçir. Bularda şu aklım jetpeptir dep keçirim soraganlarına doğru. Demek Allah Teala siz bizlerge uşunday bir ulug nematlardı, göz nematını, kulak nematını, süylü için til nematını, akıl nematını, gül için put nematını, karma için kol nematını, endi içki dünyalarımızı karamaydı bu mucizeligini. O katı cemi taşlap koyabız, özü kombayn siyahtı barını çıkarıp, buğdayını buğdayga, samanını samanla, arpasını arpa kılıp tazlap koyuyor. Bu Allah'ın bağır sizi bilirek kuatın jakşılığı. Demek oşu Allah Teala siz bizde oşunçalık çoğun jakşılıklarını kılıp atkandan ki siz bizler bunu uyutup koyuş, siz bizlerge musulmançılıkta jakpagan jak işler inşallah. Yani bu jakşı işlerde kılış için elbette bağırınız atlanışımız gerek. Jönököyle bir ermek kılvarış gerek emas namazda. Sebebi bana en birinci namaz bu dünya ahirettin jakşılığı deydi. Cennetin kaliti. Tarat namazın kaliti olsa namaz cennetin kaliti de begeri aytayotgan yeri yok da to'g'ri. Demak namoz yo'q, jannatga kirim deb o'ylayapsiz deydi shu. Boshqa amallar qiladi inshaalloh. Zakat bersin, birov yaqinlarga yordam bersin, o'zincha so'q. Biroqda namoz Allah tarafdan siz bizlerge belek qilib berilgan. Belek qilib berilgan o'ta bir cho'ng ne'matdir. Boshidagi qavmlar aytadi, boshdagilar 50 rakat namoz o'qimayincha mechitda 50 rakat namoz o'qimayincha namozini Alloh qabul qilishimiz kerak. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatini yerning butun yerini joy namoz qilib berdi. O'qimayim berdi degan yer bo'lmaydi. Qayerda bo'lsa namozni o'qisak Alloh taolo qabul qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bizlarga o'shunchalik yordam qilib 50 rakat namozni o'sha Allohga borib jalni otib 5 rakatga tushirib qo'ydi. 5 rakat namoz bir kunda 1 soat, 1,5 soat borgan taratimiz buni 2 soat vaqtimiz ketsa, 12 soat için 10 saatini başka 5 saatini jumuşga yashashtirib, 5 saatini uyquga jo'nashadi. Şu 24 saat ichidan bu 1 saat, 23 saatini özümüzün kerakligimizga ishlatib turgan bo'lsa, namozga 1 saatini, 2 saatini bölüp, endi duolarni ko'proq duo qilib qo'ysak, bir namozni so'zibroq o'qib qo'ya turgan bo'lsa, o'shaning uchun bir 2 saat vaqtimiz ketadi. 24 saat için 2 saatini bersangiz, 22 saati siz bizlarga foydaga qiladi. İnşallah şu 2 saatini ham şu Allah'dan kızganıp şunu berib qo'ya turgan bo'lsak, biz o'zimiz uchun da xato qilayotgan ish bo'ladi. Sebabki qabrda bordingizmi 3 so'rov so'raladi. O'zingiz yaxshi bilasiz, bu yerda jurasiz, buni eskirtib qo'yamiz. Sebebi Alloh taolo payg'ambarlardan da olimlardan da aytgan, şu uqqan narsalarni dağı o'qisalar, uqmaganday o'qisalar, inshaalloh o sizlarga foyda keltiradi dedi. Sebab mana
kabrga barımız Allah'ın tanıdığını dedi. Allah'ın kim, Rabbin kim dedi de, ha? Rabbimiz Allah deriz. Endi oylamayman. Sizni bir dahshatli qorong'i bir uyga olib kirib qo'ydi. O'ta bir qo'rqinchli to'qoyda ishini olib kirib qo'ydi. O'shada o'zingiz qaltirab titrab turasiz. Sizdan birov so'rasa, o'sha so'zingizni topib so'ylayverasiz. Demak, qabrdagi o'shanday bir qo'rqinchli joyda. Mana Hazreti Osman radhiyallohu anhu shunday bir sahobalari o'sha kishiga so'rov beribdi-da. Sizde şu qabrni ko'rganda ko'z yoshingiz to'kilib yuradi. Biroqda do'zaxda aytsak, jannatda aytsak, siz iylamaysiz. Biroqda qabrni aytganda ko'z yosh qilib saqal barchamiz ostilarimiz o'l bo'lib ketadi. Shunda Osman radhiyallohu anhu nega albatta jannatda odamlar bilan bo'laman, do'zaxda odamlar bilan bo'laman. Qabrga chalg'iz bo'lsa, so'rag'imizdan chalg'iz bo'ladi. O'shaning uchun shu